Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Ko'mirchi bola nomli romani. Bu roman Belqut şirkatida ovozga elinib, Belqut to'rida anglatildi. Meningcha, tug'liqni o'ldirib, dedi Turdi Hasan past ovozda. Daryo atrofiga ko'mib etinglar. Bog'lab daryoga tashlagan bilan baribir suv jasadni qirg'oqqa chiqarib etdi ekan. U chaqda bo'lmaydi. Ular yo'qab ketgandan keyin hol oyozlar cho'qim soqchiga ma'lum qiladi. Qovuzning gaplari talab bo'zi qattiq edi. U chaqda soqchi ishtlari birdamdala purab tepib oladi. Amisi qanday qilg'uloq? Bizda bir xil chirimaydigan qiylin so'lya o'tag'aba. Jasadni tosh bilan qo'shib, og'zini bo'g'ibli tashlab etsak, daryoning tagida mangu qoladi. Lekin boyvachcha, nayimani mangu qochanmaydigan yiroq bir yerda saqlang, hargiz qochib ketmasin. Men ma'misam bo'lmaydi. Qovuz o'rnidan turdi. Shaharda o'rinlashtiradigan ko'p ishlar bor. Bu qaytimqi harakatga yana o'zingiz qatnashamsiz? Qatnashaman. Qovuz satli hijaydi. Men sizga degan-ku, jiddiylashadigan, qo'rqinchli, sirlik ishlarni qilsam, jinim yoshirib ketadi deb. To'g'ri. To'g'liqning adibini berishning oldida shundoq deganingiz esimda. Yana bir tarafdan bolalarning ishini buzib qo'yishidan ansirayman. Qovuz darhalla oqisiga qayrildi. Rost, ular kech soat 3 da yo'lga chiqdi. Shundoq-ku. Shundoq, naq 3 da. Dachining oqisidagi o'rmon bilan mangadi. Tunazir, ularning Iran daryo bo'yidagi o'rmonlikdan mangadigini aniq-ku. Qovuzning qopig'i tirildi. Ammo xabar ishonchlik bo'lmay, oldinib qolmaydi. Piyodalar ashadan mangsa, o'q yo'lga yaqin. Ammo xabardan xotirjam bo'ling, butunlay ishonchlik. Tunazir, heliqi xabar satgan munofiq eng xatarli jumon. Qovuzning ko'zlaridan yovuzlik yig'ib turibdi. O'zining do'stlarini setayotgan yerda bizga allaqachonlar osiylik qiladi. 30 kun ro'z tutib po'xta eg'izashmayli. Siz o'zingizlar o'g'illikka kech soat 11larda o'rmonda meni saqlang. Turdi Hasan ko'zini qisdi. U mendan 2600 so'mni og'ili keladi. Pah, Tunazir, pishib qopsiz jumon. Qovuz xo'shmi demay orqaga qayrildi-da, long dastiginicha darvoza tarafga mangdi. Uning uzatish uchun bilmangan Turdi Hasan ko'chaga chiqib ketgandan keyinla oyat bu cho'nak ichidan baxtmi tezlikda turdi. Ham Talbostan yenidan yiroqlashib yo'lga chiqib oldi. Shu chaqdalar u deb yenikdan oldi. Bugun to'limiz surlik, qo'rqinchli, vahimaga to'lgan eng uzun oydan kechi bo'ldi. Zehri uyga kirmay, oy to'qqacha Qotas yoylida qorong'ulikda tinab tamtirab yurdi. Oy to'qqandan keyin bo'lsa, oyig' talmirib, yo'ldizlarga bo'yin qisib, tor suvning o'yman-do'ng ko'chalarini maqsadsiz aylandi. Taraf-tarafdan qovab kelgan itlarmu uni ko'ribla, "Voy, heliq maskan" deganda quyruq shipangshitib ketib qolishdi. Demasimi u mushi itlar bilan mungdishib, tunlarni tonglarga ulab o'tkazgan chog'lari ko'p bo'lgan. Ular mundaqcha etmanda ko'ni ulpatlar. Oy nayzi bo'yi ko'tarilish bilan daryo tarafdan kelayotgan sentabrning sovuq shamili do'lalarni qo'rib, zehrini dugdaytib qo'ygan edi. U olqonlar bilan jaynaklarini qamallab mang'ashqa, qo'llari giralashgan holda oldiga engishib asta ketayotdi. Zehri ana shundoq nishonsiz
qararsız hem sebepsiz menip tor suning oylanmagan ko'cha mahallari o'yman do'nglari qolmadi. Daryo tarafdan kelayotgan sovuq shamol bag'an seri taylanib, uruq ham nimjon bir tanni bo'zak topmoqda edi. Uning ko'kirib ketgan kolpuklari to'xtovsiz mitildab, nimadir deb pichirlayotgandekmi qiladi. Ba'zida ullik, ba'zida shivirlab, kimgadir bir nimalarni tushuntirdi. Bu zadala qamlashmadi. Davamlıq beşini silab, qanat yeyip kelayotgan jon jigar bir og'inisini ajab azan setvatda. Oralli 400 so'm. Texi 2 odam tursa, to'g'ri, birsi 200 so'mdan bo'pti. Qolgan pulni olg'ili bo'lamdi, bo'lmamdi. Olaman desa, jenini selib bersa bo'ladi. Dastlabda nozirdek ulug' amaldorning lavzi tursa deb o'ylabdi. O'zingni tutib elib, cho'nqirroq o'ylasang, yeliqi ulug' zot zehriga to'zaq quribdi emasmi? Zehrini kech soat 11larda daryo bo'yiga akeltirib nima qilmoqchi? Yeb kuchini yo'qotmoqchi. Uning deyishicha, zehri iloji bor o'zini ko'rsatmasligi, boshqalarning ko'ziga cheliqmasligi lozim ekan. Chunki nima ishlarning yuz berishini Xudo biladi ekan. Bu xabarni xotin bolalaringga dedingmi? Bu yerga kelishingni birarsiga deb saqan bo'lsang, seni tutib bermsin yana. O chaqda hammamiz tugishimiz. Mushundaq o'limdan bishorat berib turgan so'zlarni anqiramay, aksicha bir yovuzni madhiyilib, talvilardek hanqiyib turganini ko'mamdigan. Hayhat, zikrdek piyanchikni Xudo urdi. Uni vaylim do'zaxiga ishtiribdi. Endi u yerdan qutulib chiqmag'i ba'si mushkul. Aql idrak bilan o'ylaganda zikri 2600 so'mning naridan kechib Iran daryo bo'yiga bormagan holatdami qozi bilan Turdi Hasanning yollanma qo'shinlari izlab so'rab yurib, izini qadam-qadam qidirib, qandoq tushga kiribammisin, uni baribir yig'ishtirdi. Bo'lmasa ular xotirjam yashayolmaydi. Ularning mezoni bir qozon sho'rpini bulg'ash oldida turgan choshqanni qancha baldir yo'qotsa, shuncha yaxshi-da. Endi zehri qandoqmi qila? Vay bo'ptilar, baribir bir o'lim-ku. deb o'zini bezlab boqqan bilanmi, kimlardir uning yuragini mujuqdab siqib, "Qani ko'rib boqaylik. Buningda qanchalik pasqinchilik ham razillik zardablari bor ekan." Davatqanda qiladi. Ras, uning yuragi yurak emas ekan. Vijdonsizlik, osiylik, sharmandalik, ifloslik qon yiringlari bilan to'lgan mushtumda holt ekan. U shu yoshlig'in bo'g'icha o'sha qon yiring bilan to'lgan hamyonni ko'tirib yuribdi. Tug'liqnimi o'sha hamyon nobud qildi. Ah Xudo, tug'liqni ular o'ltirib yetdi. Undaqda Amrulloh buvoy qandoqmi qilar? U zehrini kechirarmi? Yo'q. Bundaq osiy bandiga yer osmon bütün koinotni la'nat o'qiydi. Oningdan ko'ra qovuzning lushchaklarini kutib o'ltirsinmi? Ah Tangrim, mendek bir ozg'un bandanga shafaat qo'llaringni so'z. Qilgan tovlarimni mahful et. Men dunyoda eng nejis, diyonatsiz bandamman. O'zimning yaqin do'stimga tuzko'rlik qilib uni sotdim. Qiyragan chig'ida Amrulloh buvoyni yetimlik, tanholik giryonlarida sarsang qildim. Zehri daryoning eng egiz yor ustida turadi. Osti bulduqlab turgan qaynamliq bo'lib, bu tik yor uzun yillar muqaddam umaynimi bu dunyo azoblaridan xalos topqizgan edi. Mana endi zehrimi o'sha qaynamdan o'ziga osoyishlik tilab turibdi. Birdalla daryo shavqinlaridan do'stona hozirli to'st, ulgurisan degandek bir sada keldi.
Zehri öz uvusiga aldiravatgan oyga, yulduzlar qoplagan ko'k osmonga qaradi-da, "Xudo, meni kechir" deganicha mahallaga yugurib keldi. U tug'liqning qorasiga kirganda o'g'lini uzitib qo'ygan Amrulla buvay kavu barang tegidagi supada beshini tuvan sog'an holda rukuda o'tirdi. U tug'liq ham Naimaning safariga oq yo'l, ishlariga asoyishlik, turmushiga baxt omad, muborak tallariga omonlik tilab atadi. Ushqandak hurkirab yig'lab kelgan Zehri potli mishtlarini eqitib o'zini qachatlab, yerlarga o'zini yiqib, yenishlab gunohini tilab qilgan hamma ishlarini davatdi. Buvay tizlarini quchoqlab turgan Zehrini birli tepib orqaga o'rvatdi-da, ushqandak ot eg'iliga kirib ketdi. Bu chaqda iymonidan ozgan bir arvoh kulangisi daryo tarafga huvlab ushqandak ketib-atdi. Amrulla buvay ko'p bo'z otni qamchilab yo'lga chiqqan mushu paytda xotini xol ayning qishida o'ngdisiga yotgan turdi Hasan jaynaklariga beshini qo'ygan peti tashvishli xayollar patqiqiga patgan edi. U bugun tushda qovuzni yo'lga seliyotgandan keyinmi uningdagi jiddiylik zodila pasaymadi. Nurg'unlagan ko'zlar uningga tikilib turgandek. Beg'ubar 2 yoshning qotili. Mas'ud faxr misollarni o'ltiribmi, qonmadingmi? Butun tenadan qon puraydi. deb qo'lini shiltayotgandek teni shirkinib yurdi. Xuddi unig'anga yo'nagandek kashga yaqin saqchi idorasining muavin boshlig'i Mahmud Ziyo o'ylig'i ustida kirdi. Turdi Hasan uni uyga boshlab edi, zodali unimadi. Men mashadillik qaytay. Saq demoqchi bo'lgan gaplarni telefonda degili bo'lmag'ashqa mashinam bilan keldim. Ko'p hollarda bundaq anzila, xato yoki to'mat bo'lib chiqadi. Shundaqdimi, savaqdoshlik, og'ingarchilik hurmati uchun deb qo'ymasam bo'lmaydi. Seni Urumchiga yo'lab opirish haqida yuqoridan odam kelib bo'ldi. Sen 20 necha yillar oldidagi bir qotillik ansiga chetilib qapsan. Shunga ideyada tayyorlik ko'rib qo'y. Erta seni elib ketgili saqchilar yetib keladi. Deb qo'yiblar Mahmud Ziyo qandoq tez kelgan bo'lsa, yana shundoq tez ketib qoldi. Xiyonatchilikka qarshi turish idorasiga iqtisodiy ishlarni aniqlash uchun Urumchiga darhol yetib keling deb uqtirgan edi. Endi soqchi idorasining ushtim tut uni tutmoqchi bo'lganligi heliqi ishmidi-ya. 20 necha yillar oldidagi qotillik anza degan ekan, cho'qim shu o'lgur potolka jiqqichi tutilib qapti-da. Ondaqda turdi Hasanni dorg'i ossimi ozlik qiladi. Agar vaqt o'tgan anza deyilgan taqdirdami, u umrvoya turmada yotadi. Ko'tiramasang sangiltval degandek iqtisodiy jihatdagi shaltoqni qandoq adolashni bilmay turganida futqib putlashib nerdan ara paydo bo'ldi bu balo qaza. Bu zodi nima ko'gilik? Qandoq qabahatlik tush. Turdi Hasanni Faxr Nisa, Mas'ud Umaylarning qisosi tutvatamdu nima? Hafizlarning yondurib ko'rstar palak har amalni ko'zingga, g'ayriga qilganingni qilgan bo'lursan o'zingga deb hukmat etganlari biko emaskan-da. Turdi Hasan deb cho'nqir tindida yong'i o'rilib hol oyga orqasini qilib yotdi. Ras, u shuncha yillar amal etg'imindi. Peshonasida huquq tojisi chaqnadi. Birariga ko'ngilda qolg'udak bo'lsa-mu, aqallisi qaramoqning qasrig'idek yaxshilik qilib baxtimi? Qimmidi emas, qildi. O'sha qilganning badiliga ba'zilari barmoqini uzatsa, qo'lining beg'ishidan uzib oldi. Yana ba'zi urg'atlar nefisini bersa, qilinini kimga bergan deb do'q qildi. Bo'lmasa xalq mushu ishni qilganing uchun deb yeb oshqidek haq berdi. Haydariga
Yazğıcı şairlarning, poraxo'rlarning ko'nglidek qop-qorong'u kechilar, poraxo'rdan insof tama qilish lahatdan nur tama qilgan bilan baravardur deb tasvirligini Turdi Hasan ham Hasan Turdidaklarning qora niyatiga o'qigan nafrat g'azabi ekanda. Ular hukumatni qoqti-soqti qilib vojisa, hojatmanlarning yonchiqini ko'lisa, namrat yo'qsil demay tama bilanla kunlari o'tsa, tova o'lmaydigan odamlarmidu ular. Turdi Hasan uzun yillardan beri ishni zadila unutmay kelyotdi. Mashina hodisi bilan o'lgan qizi Halimani Gulsoy qabristonligiga opirib dafn qilganda bir jo'ldir kepan devona sapoyini sharahlatib mundaq hukmat etgan edi. Tatliq yeganlar, turlik kiyganlar, oltin taxtga chiqqanlar tuproq ara yatmishdir. Dünya mening deganlar, jahon molin olganlar, osh ko'z qushdak bo'lgan, o'l haromga patqanlar. Ya Allah do'st, ya Allah, haq do'st illalloh. Oshu divana qo'rqmay haqiqatni jakolabdi. Deb pichirladi Turdi Hasan urib. Odam maishatga, dunyoga, amal mansabga to'ymay o'tib ketadi ekan. Ham yemay ishmay yig'adi ekan. Ammo yiqqan tukkanning hammasi qilib, o'zi bu dunyodan yalang'och ketadi ekan. Oltin taxtga chiqqanlarmi, bir burda nonga zar bo'lganlarmi, g'ammazlik qilib boshqalarni o'tga ittirganlarmi, avomning o'tida kuyib, suyida oqqanlarmi, divoni etgandek tuproq ara yatmishdir bo'ladi ekan. Ammo ba'zilari avomning yuragidan o'rin elib, uzun yillar hurmat to'kpisi unutilmaydi ekan. Arminani yeydi ekan. Ba'zilari bo'lsa, fonidan boqiga rahlat qilib, fursat o'tmay unutiladi ekan. Texi, voy, birdamdila yetti nazir bo'lib qoldimi? deb yoqalarini tutishir ekan. Hatto u madaniyat inqilobida kitob ko'ydirgan helihi to'xopoqining bolasi. Dadasi intayin o't quyruqi, ko'ydiriga g'ammoz bir nima edi. Degandek haqorat tamg'ilarini o'z bolalariga besib qo'yib ketadigan otalarmi yo'q emas. Turdi Hasan mushalarni nemishqami boldurroq o'ylab yetmagandu, ha? Xiyonatchilikka qarshi turish idorasi chotni taraqlatib, soqchi idorasi miltiqini sharoqlatib kelgandilar, o'limni Xudoni yodiga olgani nemisi? U xuddi qassob pichqini koniyaga tanglagandilar, ochiq ma'rigan o'shkida bakmu kechikibdi. Ras, u o'lim burniga purg'andilar, joy namozni qo'liga elib, qibla qayoqda deb so'rayotdi. Bilsin, bilmasin, sura Yasinni o'qiyotdi. U baldirroq o'qigan bo'lsa bo'lmasmidi? Yo'q. Onundan buni burunroq talab qilish xuddi paqani qondoqqa, to'xoni ko'lga o'zdek qistagandek kulkulik ish bo'lib qoladi. Mana endi olam o'rgilib, palak cho'rgilib, oxiri patman pushaymonlar ilkida uyqusini ochdi. U uyqusini ochganda bo'lsa, behmu uzab ketibdi. Pah, uning qursiqida ilmiki nimanchi to'la. Pahir nisadan qutulanmay, erba ayol hal ayni qo'lga qondiranmay, o'ylab topgan paltikisini ko'ring. Chiroyli yosh xotinning o'tini tutashtirib, yosh ham qamlashgan mas'udni uyiga boshlab kirib, ularga bir aplik sharoitlarni yaratib berib, noshoyan ishlarini ko'simu ko'maski silib, oxiri Pahir nisadan yangidan jepni sug'organdek shundoq abjil qutulib ketdi. Belki qutulibli qolmay, hal aydin iborat shohqa shoh deyish uchun dog'dam yo'l echildi. Sahra qizi Umayning sadda, samimiy, oq ko'ngil rayishliqidan foydalanib, shahvoniy nafsini qondirdi.
Ondan unumu tishinin orlig'idagi bir chirindidek hech ayanmayla o'lim yo'liga kirgizib qo'ydi. Faxrnisa uning halol xotini albatta. Umay chin aqidasi bilan uningga umid orzularini bog'lagan bir nativan. Mas'ud bo'lsa, xizmatini qilayotgan bir gunohsiz yashaydi. Ular bilan abadil abad o'ch adovati bo'lsa qashki. Yo'lvas har qancha vahshiy bo'lsa-mu o'z kuchuklarini yemaydi. Ajaba Turdi Hasanning zuvulisi do'zaxning ko'lidan yo'g'rilganmi? Turdi Hasan yana cho'nqir dedi-da o'ngdisiga o'rildi. Ham ko'zining ilinib ketganligini tuymay qoldi. U tush ko'rdi. Ko'rgandimi, shunchalik oshkora ko'rdi. Uchtisi yelang yo'pun, puti yalang oyoq, taqir beshiga qirola qo'ngan. Oppoq soqolliq Turdi Hasan zimiston qora sovuqda dir-dir titrab, o'ymi-o'y panolik izlab yurgidek. Qaysili bo'sig'iga bormasin, odamlar uni Alloh diyanatsiz kishilarni hidoyat qilmaydi degidek. Voy, to'nglab o'lib qolsam-mu, qoshqin jinoyatchini ishkiga yo'latmaydi ekan, deb noli qo'g'idek Turdi Hasan. Qara, u uchrashgan odamlarning hammasi bir zamonlarda oldiga hojatmand bo'lib kelganlarmish. Turdi Hasan inaklari qasildab, putlari dirildab ketib berib, xolt ko'mir setayotgan bir ko'mirchi bolani ko'rib qaptimish. Uchsaga tashlanmagan al teri jovi kiyvagan bu bola ko'mirdan gulxan yaqib o'ltirganmish. Dilqut xazinasi. Hasan bu balamu Alloh diyanatsiz kishilarni hidoyat qilmaydi deb qo'g'lib yetarmi? Deb o'tqa talmirib tursa, ko'mirchi bola keling cho'ng dada, o'tda isinib eling, to'ngib ketibsiz, degidek. Pah, o't. Qaysidir bir zat gul ustiga kashti besib berma, balki sovuq zimistonda ko'mir yetkazib ber debdikan. Cho'ng dada, bakmi to'ngib ketibsiz, uchingizmi yelinkan, bu juvamni paskani demasangiz kiyib eling. Yo'g'isi, halol emgakchining pitimi kasalga davomish. Pah, jannat sening mushu kurak juvonning ichida ekan emasmi, bolam? Cho'ng dada, o'tganda Nozir dada desam, ochiqlab qolgan edilar. Mana endi o'zlari bolam devatdilar. Nima? Turdi Hasan oppoq soqollarini tutamlab bir haza hayronlik ilkida tengirqab qoldi. Yo'g'isi bolam, yo'g'isi, men ismini bilsam, hapsida ekanman. Anglaganmi sen bolam? Haqiqiy turma elning g'azabidir. Haqiqiy elning nafratidir. Deb men erkin iqlimga qaytib kelay degan edim, ammo baxmi kechikibdiman. Ular uzab ketibdi. Shu asnoda bir muncha saqchilar afsharga itlarini boshlab keldi-da, Turdi Hasanni bog'lab eltmoqdi. Dada, deb vaqirg'ida ko'mirchi bola. Men sening o'g'ling to'g'liq emasmi? O'may opam seni saqlayotdi. Yalang oyoq oppoq qorni g'arsildatib ketayotgan Turdi Hasan orqasiga qayrilib o'rkirab yig'lab etibdi. Bolam to'g'liq, opam o'mayga deb qo'ygan, pat arada uning qishig'i borman, to'g'liq. Turdi Hasan vaqirgan peti uyg'onib o'rnidan chachrab turib ketdi. Qo'rqib ketgan hol aymu andikib turdi. U Turdi Hasanning nima deganligini anqiramagan edi. Nima bo'ldingiz? Qor bosgan o'xshamamdi? dedi Xalqay uyquliq ovozda. Ajabmi qo'rqatdingiz? Meni o'g'lim. Turdi Hasan yig'ilibdi. Dada deb chaqirdi. Xalqay erining peshonasiga olqinini qo'yib, "Isitmangizg'u yo'qqa emas.
deb qo'ydi. Ham ichida kashdan boshlab bu odam g'alatili bo'lib qoldi deganni ko'nglidan o'tkazdi. Albatta, aqlli o'qirmanlarimizga ro'shan bo'lganidek, soqchi idorasining muavin boshlig'i Mahmud Ziyo kelib ketgandan keyin Turdi Hasan hayotidagi kashmish, kechirmishlarini bir-birlab insof tarozisida o'lchab boqdi. O'lchigan seri o'zidan gul emas, tikan undirib manganligini, dini chechilib ketgan qo'noq shayxidek ahamiyatsiz o'tgan hayotini oydin ko'rdi. Xal ay, ətimini saqçılar elib ketgidek. Turdi Hasanning ko'zlaridan yosh to'kilmoqda edi. Bu dacha o'yla sizga qoladi. Mening sizdan o'zga boshqa yaqin odamim yo'q. Hey ist, ikkimizning bir o'g'li bo'lib ketgan bo'lsa-chi. Nima deyapsiz? Xal ay cho'chib ketdi. Sizni nega ilib ketgidek? O'rimchiga siz degan heliqi 5 kunni ularmi bilib olgan o'xshaydi. U ish rastilla. Xolay erining ko'zlariga qaradi. Bo'lgan ishmidi? Bo'ldi, so'ramang. Turdi Hasan xotiniga qarayamadi. Sizning farazingiz to'g'ri. Xalay yig'lashni yoki g'azablanishni bilolmayli qoldi. Umrida biror qitimmi ko'zidan mit qilib yosh chiqmagan odamning yosh to'kishi Xalayni eritib qo'ygan edi. U boya qursqimdagi bolamni tushirib etib, mushu odamni kutay, qiyirgan chig'ida turmada xorlanib qolmasin degan irodaga kelgan edi. Uning bundoq ochiq-chuchuq yosh to'kishi farog'atlik hayotidan umid uzalmaganligi, kelish oldida turgan qonunning dahshatli ham rahimsiz jazosi vajidan ekanligini his qilgan Xalay uningga nafratlik ko'zlarini tikdi. Bo'ldi, uxlang. Xalay yanala uzun yillik qabinasiga tasalli berdi. Kim biladi, bu xabar rostmi, yolg'onmi? Turdi Hasan yoshlarini surtib etib qo'l soatiga qaradi. Ham shu hamon ular dochidan amdili chiqib ketibdi degan o'y ko'nglidan o'tdi. U bugun tong sahar qorong'uligida Eron daryo bo'yidagi o'rmonlikda yuz beradigan voqeani demoqchi bo'ldi-yu, lekin o'zini tutib oldi. Chunki u ko'mirchi bolaning oxirgi hisobda dochining xo'jayini bo'lishini asla xohlamaydi. Tush degan mengining chorchidan kelib chiqqan istihiylik faoliyat. Bir ko'mirchi qandoqmi Turdi Hasandek bir nozirning o'g'li bo'lsin. Amdi orqamizga qarab azroq chekinishga to'g'ri keldi. Zikri Amrulla buvayning tizlarini quchoqlab zar-zar yig'layotgan. Turdi Hasanning bo'lsa Mahmud Ziyoning xabaridan keyin uyqusi qochgan. Mushundaq ansiz kechida oshxonada yetib qolgan oyat bo'lmi, yelkisini yoq yuragini bosgan tugman teshidek og'ir tashvishlar ichida qolgan edi. Turdi Hasan qovuzni uzatib qo'ygandan tortib, ichidan sovuq titrak bo'lishib ketgan oyatni o'tri kechigacha o'zi bilan o'zi so'zlashib, qanday qirlarini bilmadi. U oyozni tortib olgan Xalayga eg'iz ichib bir nima degisi kelmaydi. Daydisimi bu xotin eri bilan bir karvatda yotsa, nozir bilib qolmamdi. Balkim qari ko'ngil nozirmi uxlamagandir. Albatta, hamma ishni joy-joyda o'rinlashtirib qo'yib, o'zi hech nimani bilmagan, uxmagan qiyofatga kirib oldi-da. Voy xudoyim, qanday qilib ana chamadan ko'targan Oyaz Naimaning qo'lidan tutgan holda bog'ning oqisiga o'tib ketdi. U yerda to'g'liq ularni saqlab turgandir. Ularni hozirlar to'sib ahvolni etsa, Naima nozirning yoqisiga esilishdan yonmaydi. Undaqda dochidan Oyazdan burun men haydilishim mumkin. Qiyri opam, yetim o'g'lim man qarashliq tursa. Voy ist
Ular baxt omad yo'liga emas, balki o'lim yo'liga ketyotdi. Bo'libmi Naima xon qizga yomon bo'ldi. Ashu qor cho'shqining pasqini tapallari ostida tugishib ketarmi? Mana ikki gunohsiz notivanni yo'lga set qo'ygan Oyazmu bir velosipedni yetilab uyiga kirib ketdi. Chirog'ini o'chirdi. Qanday qilaman? Oyat bu oshxona ichida u yoqdan bu yoqqa mangmoqda edi. U qo'llarini qoyirib barmoqlaridan qarz chiqarib bir o'rinda cho'girlatdi. Uning ko'z oldida qonga melinib yotgan to'g'liq. O'zini daryoga tashlagan Naima paydo bo'ladi-da, barmoq o'g'irlarini tishlaydi. Oxir u palanpaylardan paypiq bilan tushib, oldirab tinab Oyazning uyi oldiga keldi. Oyat bu ishni chekishdan ilgari terisida turgan so'l ko'ksiga alqanini qo'ydi. Chunki u yuragi o'ziga anglangandek urvatadi. Oyazga! Oyat buning ovozi yig'lamsirab chiqdi. Ishni tez iching, odam o'lyapti. Ishik echilib, uchsiga ko'nglik yipin chaqlagan Oyazning kang ko'krakdek tuksiz gavdasi bo'sig'ida paydo bo'ldi. U qo'rqib ham jaloqlab titrab turgan Oyat buning qo'lidan tortibla uyiga akirdi. Ammo Oyat bu qo'rqib ketganlikdan bir haza gap qilolmadi. Oyat bu sovuq choyni ichib oling, qo'rqma. Oyaz uningga bir china sovuq choyni ichiribdi. Men qishingizda qani nima ish bo'ldi deng-a? Qavuzning odamlari to'g'liqni o'ldirib, Naimani ap qochmoqchi. Oyat bu jarayon so'zlamay gapning poskallisini dedi. Eran daryo bo'yidagi o'rmonliqda. Siz nereden aldınız? Uni keyin Oyaz aka, ular balkim jiq odam, siz mu kuch elishamaysiz. Oyat bu bag'in seri jiddiylashmoqda edi. Zodi qanday qilamiz? Tez bo'ling, to'g'liq Naima bek xatar ichida. Amrullah buvayning Turda Nazirning qo'l silish ehtimoli sezilsa, bu tumarni ko'sting, bag'ridan otiliq mehi o'lmagan bo'lsa, yomonlikdan qo'l tortidi degan so'zlari esiga kelgan Oyazning ko'nglida umid chirig'i yongandek bo'ldi. Jiddiylashmang. Buni Tunazir o'zi to'siyalaydi. Saram bo'ldingizmi? Bularning hammasi oshiq qursaqning ishi tursa. Buningga qarang. Oyaz üstel tatmasından bir narsani tezla aldı. Mana mushu kahriva tumarni ko'sila Nazir derhal telefon berib qovuzlarni to'saydi. Ular ikkisi yugurishib kelganicha Turdi Hasan bilan Xolay yotgan hujurning ishkini yerivatgida qalaymaqan urishga boshladi. Turdi Nazir! Xolay xonim, ishni tez iching. Nazir, bo'rsila deyman. Uxlash kiyimi bilan chiqqan Turdi Hasan ishni yepishqimi ulg'ranmadi. Ongacha Xolaymo ish kiyimlari ustidan xolitini kiyib chiqdi. Nazir, hovuzga telefon bering. Vaqirdi Oyaz. Bo'lmasa o'g'lingiz to'g'liqdan ayrilib qolasiz. Hey, nima deb jo'ylamatsan bu kechida? Nima qovuz, nima to'g'liqkan u? Xursandlik qilmasizlar Nazir. Oyaz qo'lini shiltidi. To'g'liq sizning o'z o'g'lingiz. Xolay hong-tong bo'lgan holda bir Turdi Hasanga, bir Oyazga qaradi. Bo'libmi chiroyining o'ng so'li yo'q yig'lab turgan Oyat buni ko'rib texmo hayron qoldi. Oyaz, men hech nima tushunmadim-ku, dedi Xolay kalpuklari titrgan holda. To'g'liq rastilla. Ishonmasanglar, mana mal kahriva tumarni Nazir apandim ko'rib baqsin. Turdi Hasan tumarni qo'liga elib, chiroyi sup-sur oqirib ketdi. Ko'zlari titrab tomga yo'linib qoldi. Faqat og'zidan bilinar-bilinmas "Umay" degan so'zlar pishildab chiqdi.
To'g'liq ana shu Umayning balasi, Amrulla akam bovisi, sili bo'lsa uning haqiqiy chin dadisi. O'g'lim. Turdi Hasan talvilachi takrorladi. Mening o'g'lim bor ekan. Xalay, siz boya ishonmagandingiz. O'g'lim meni dada deb chaqirgan edi. U menga jo'sini kiygizib, o't ising'ili qo'ygan. Ras, Umay eg'ir oyoq qolgan. Uni men tashlab ketgan. Turdi Hasanning birdalla ko'zi po'ltiyib chiqib ketgandek chakchaydi. Ammo do'milab tushayotgan yo'g'on yosh tomchilarini surtishgami hafsalasi yo'qdek qiladi. Voy, bo'lmabdi. Chataq, behyaman bo'ldi. Xalay, mening yonifonim. Xalay ustaldagi yonfonni akilib bergan edi. Turdi Hasan hayajonliq ham vahima titrigi ostida uning nomerlarini bosolmadi yoki xato bosdi. Shunga Xalay erining qo'lidan telefonni oldi-da, "Qani, nomerlarini bang" deb vaqirdi. Ular telefonni qayta urgan bo'lsa-mu, bosh apparatdan taqoq birdam turib deb xabar keldi. Ras, qovuz birar yomon ishga qo'l tiqqanda. G'alatilik bo'lib qolgan Turdi Hasan nima davatqanligini anqaramadi. Birodarlarining telefonlarini yig'ib oladi. O'zimi taqib etadi. Endi degicha bo'lmamizlar. Vaqirdi oyatdi. Oyaska, siz mashinani darhol ochqin. Ras, mashinani ochiq. O'g'ilga qilgan ziyonkashliklari kallasiga kirib olgan Turdi Hasan elishib qolgandekli bo'lib qolgan edi. Ajab unutibdiman. Mashinani unutibdiman desa, Xalay, tez bo'ling. Biz Erandarya bo'yidagi o'rmonlikqa boraylik. U mening o'g'lim ekan emasmi? Ayaz Turdi Nozirning bilikidan yetilab, mashina uyiga menishiga oyat bo'din dahshatlik voqeani bilgan Xalay soqchiga telefon beribdi. U oyat buni uy saqlashga buyurib, o'zi palampaylardan tushib turishiga Ayaz mashinani uning oldiga olib keldi. Ular darvozadan chiqishi bilan Ayaz mashinaga mayni berib ushqandek yurib ketdi. Mashinaning oldida o'tlargan Turdi Hasan yo'l bo'yi tez, yana tez. Hozir o'g'lim deydi-yu, oxirini deyamaydi. Turdi Hasan ana shundoq betaqat bo'layotganda chamadan ko'targan To'g'liq, qo'lida xurum so'mka tutib olgan Nayima o'rmon ichidagi agir-bugir yo'lda ketyotdi. Tong suzilib, kun chiqish taraf qizirib ketganligi uchun daryo suyimi o'tqashdak tovlangan edi. Lekin o'rmonning purkib olgan ko'kuch tuman texnik ko'tarilmagan bo'lib, 7-8 qadam oraliqdagi narsalar bunga ko'rinadi. Yopirmoqlardagi shabnamlarning to'kildab tushgan ovozi nagan-naganda anglanib qoladi. Amdil uyg'ongan o'rmon qushlarining churuqlashlari sahar jimjitligining payzini buzatdi. To'g'liq bilan Nayima o'rmon ichidagi qo'yiq chatqanliqlar ichidagi yo'ldan ketayotganida har ikkilisining ko'ngli o'ngandek bo'ldi. Demisimi To'g'liq jigan, qarqat ham alaqat tiplarining bo'sh shildirlishi qandaqdir ko'langalarning alanglishidan gumansirab qolgan edi. Odamsiz chatqanliqdagi g'ayri alomatlar To'g'liqni sagaklashtirib qo'ydi. Nayima, agar biror ahvol bo'lib qolsa, dedi To'g'liq atrofga zan selib, darhol biror chatqal ichiga kirib eling. Nimandoq odam qo'qitisiz? Nayima-mu orqa oldiga qarab qo'ydi. Rost, bu ya ajab surlikkan-a? Naimaning so'zi tugamayla oldidagi tikanlik jigan to'p tuvidan chiroylari ancha farqlanib ketmaydigan, ammo birsi egiz, yana birsi pakkaroq ikki niqobliq odam chiqib yo'lni to'sib turdi. To'g'liq Naimaga, "Men deganda qiling"
deb shivirladi. Naima orqaga chekinib, qilin chatqal to'yga o'ldirish bilanla to'g'liqning orqasida niqobliq yana ikkisi paydo bo'lib, qo'llarini bellariga tirginicha putlarini kiyirib turdi. Ahvolning intayin chataq ekanligini ularning qo'llaridagi pichoqdan bilgan to'g'liq ko'nglikini silib tashladi-da, osma moyk bilan qoldi. Agar birinchi qatimga elishishdilar, oldidagi ikkisini harakat iqtidoridan qoldira olsa, eng bo'lmaganda birsini bo'lsa-mu yordar qila olsa, orqadagilaridan ansirmisi-mu bo'ladi. Chunki ular qo'noq shehidek o'riq bir nimalar edi. Ammo oldidagilarining sal egizroq ham g'olluq, ammo burni panoq birsi xeylili pishqan mushlashchada ko'rinadi. Onun yenidiki taqirbaş bo'lsa, sherikidan jo'g'i kichikroq bo'lsa-mu, badani tosh to'qmoqdek chin ekanligi bilak muskullaridan bilinib turadi. Sizlarga nima kerak? So'radi to'g'liq odatdagidek talaffuzda. Chamadonda kiyim-kechakdan boshqa narsa yo'q. Agar pul desanglar, men boy savdogar yoki shirkat xo'jayini emas, odatdagi dehqon. Bizga sening kiyim-kechgan puling kerak emas. Panoq lukchak vaqirgancha shiddat bilan etilib keldi. Sening jining kerak. To'g'liq shartli o'ltirilishi bilan panoq o'zini to'xtatib olmay mullaq otgancha orqaga guppida yiqildi. Fursatni g'animat bilgan to'g'liq uning biqiniga oq-oqini chikkini tepgan edi, u injiqlab tinolmay qoldi. Ammo taqirbash etilib kelgan edi, uni bir pashvo bilan inek ostiga urib tikli tushiribdi-da, chaqmoqdek etilib kelib, uning gajgisidan qamallab, so'rigancha dubdarxaning g'oliga shundoq ustirdiki, guz qilgan ovoz bilan tang daraxt shoxlari shaldirlab ketdi. Bu daraxt Naima yoshirangan chatqal qishida bo'g'lashqa, beshi yerilib qon bulduqlab chiqayotgan bu ablah Naimaning ko'z oldida to'lgan vaqti edi. Bu asnoda orqadagi ikki o'riqning qizil maykilligi pichqini birlashiltib to'g'liqning murisini tilvatdi. Qora qo'yiq mushishish boshlanib ketdi. O'rnidan injiqlab turgan panoq g'azab ochig'ida pichqini qolaymaqan shiltib yurib, to'g'liqning yuzini tilib belikiga tiqvatdi. To'g'liq bir mush sağan edi, uning so'l ko'zi shu hamon tuxumdek ishib, bir ko'zi yumilib qoldi. Ammo dastlabda pichoq urgan qizil maykiliq o'riq ularning elishayotgan fursatidan foydalanib, to'g'liqning yo'rtisiga pichoq tiqvatdi. Uning pichoq tutgan qo'lini beg'ishidan qopli tutib olgan to'g'liq birli qayirib pichoqini uning bo'yniga xeyli bakla tiqvatdi. U bo'ynini tutganicha dahshatli chirqirab o'tloqqa do'mil tushdi. Amdilikda kuchdan gurib panoq bilan yana bir o'riq qolgan edi. O'riqi sal ehtiyotchanmi o'zini tutqizmaydi. Shundoqla behuda etilib kelmaydi. Bu chog'da bir qo'l Naimaning chechidan qamallab turg'izdi. "Chechimni qo'yib to'ng'iz. Sana o'yin ko'rsatib beray deyman." Qovuz Naimaning chechini qamallagancha uni ittirib taqirbosh dum yotgan ochiqchilikqa ochiqdi. "Qara, ko'mirchi oshnang nima bo'lib ketgan?" To'g'liqning murisi, beliki, yuzi ham yo'tisiga pichoq tekkanlikdan butun badani qip-qizil qon uyutmasiga aylanib qolgan edi. U shundoqdimi orqasidan dumbisiga pichoq urgan o'riqni tutib olib, jon yeriga birini tepgan edi. U pichoqni tashlab etib, ikki qo'lida oldini changallig'icha tizlanib qoldi. Endi u cho'ng ham xatarlik lukchak panoq bilan vaqmiyak elishayotdi. İkisi quchoqlashib u tarafdan bu tarafga yumilinib yo'ldan chiqib ketdi. Panoqning ostida qolgan to'g'liq yanada turgan qonliq pichoqni ko'rib qoldi. Bu o'zining bo'yniga kirib ketgan o'riqning pichog'i edi. Qo'liga pichoq tushgan to'g'liq chechi qovuz tarafidan qamallangan Naimani ko'rib qoldi. U g'azablik bir vaqirganicha ustiga minib olgan panoqni irg'itib tashlab ostiga bisib oldi. Buni ko'rgan qovuz qo'qqinidan Naimaning chechini qo'yib etib, shippida to'g'liq tarafga mangdi.
Panohning hayoti xavf ostida qolgan edi. Onunğa bir ish bo'lib qolgan taqdirda Qovuzmi tirik qolmaydi. To'g'liq o'tganki bilan qo'shib bir yo'lila ant qisosini olatdi. Amalsiz o'ngda yotgan bemordor Panohning holini ko'rgan Qovuzning ko'zlari chiqib ketayli deb qoldi. Demasimi, to'g'liq qo'lidagi pichqini Panohning qoniga taqvagan bo'lib, uni bo'g'izlab etishga madori qolmagan edi. Chunki Panoh to'g'liqning pichoqli qo'lini tutib olgan edi. Bu halqiliq paytda jini halqumga kelib qolgan Qovuz g'ilab bilan ishdan yonchiqoga selib olgan pichqini sog'irib oldi-da, to'g'liqning orqa tarafidan biqiniga urdi. Qo'rqib titrayotgan Naima to'g'liqning elang-silang bo'lib, qo'lidagi pichqining tushib ketganligini ko'rdi-da, ko'ziga hech nima ko'rinmadi. U yelimi beshidan qon yamrab chiqayotgan taqir boshning seriq tush dastlik pichqini elib, ikki qo'lida siqimdigancha ushqandek kelib Qovuzning orqa tarafiga naq yurakka udillab patirvatdi. Belqut şirketida ovozga elinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Ko'mirchi Balon nomli romanini bugun mushagacha anglatdik. Davomini atki anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu kitobni sotib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz.